Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun yangi ishimizdan sizlarga ozgina video syomka olib chiqarib bermoqchiman. Kanalda yangi bo'lsangiz like va podpiskani bosib qo'ying. Ana biz boshladik. Sizga bugun so'kilda terilish jarayonini qo'ldan kelgancha ko'rsatib beraman. Bu ishimiz Farg'onada, viloyatda o'zida. Vodiy bo'ylab xizmatlarimiz bor. Kimgadir kerak bo'lsa, bemalol. Mana g'ishli fasondan qalamqosh aylantirilgan holatda. Bu ertaga Xudo xohlasa g'isht terish boshlanadi bunga. Mana hozir sizlarga g'isht terilgan joylarni ko'rsatib ketaman. Darvozaxonadan kirishda bu yerga bosilgan zinalari. Zinani boshqatdan bir xil razmeriga 14-30 qilib boshqatdan bir xil razmerda chiqarilgan. Orqasiga mana loyda kuyib zinaniki. Xuddi shunday qilib terib orqasiga loy to'ldirilib ketilyapti. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, bemalol telefon pastdagi nomerlarga telefon qilaveramiz. Xo'sh, kimda qanaqa fikr bo'lsa kommentariyada kutaman. Hammaga rahmat.